Opa kelgan kuningizga qaraganda hozirgi holatingiz qanaqa? Masalan, kelgan kunlaringizda yurak bezovtaligi, undan keyin hansirash, yurak og'riqlari bor edi, qon bosimi o'zgarib turgandi. Hozirgi kunda qanaqa? Mana Hozir ancha yaxshiman. Mana davlenilarim bir me'yorda turibdi. Постоянно bir me'yorda turibdi. Nima yuragim hovliqishlari ham qoldi, Xudoga shukr. Hansirab qolardim, hansirashlar ham qoldi. Yana nima deyishim mumkin? Uyqularim normaga tushdi. Haligi yuragim tiqilib qolardi tomog'imga. O'sha narsa ham o'tib ketdi. Xudoga shukr. Endi bag'ga yana lechение olay deyapman-da baribir. Yaxshi. Hammasi yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa. Mana nima dorilarga retsept, mana shunda ukollarni ham davom etkazamiz. Yurakda aritmiyasi hozir kuzatilmadi, davleniya stabillashdi. Harakat aktivlarini kengaytirdilar. Endi bitta pulsaksometrda pulsingizni ko'rib olaman. Mana 61 97 58 dedilar. 68 ga ko'payibdi, yaxshi. Endi davleningizni o'lchab qo'yamiz, qon bosimida. Bu obed qilganingizdan keyingi yurib kelganingizdan keyingi holat, shuning uchun ozgina ortgan. Hozirgi holatda 130 ga 80. Yaxshi. Davom etadi. O'sha me'yorda stabilizirovat turar ekan. Butun tabletka ichiladi. Yaxshi. Qolgan tabletkalar davom etadi. Yaxshi. Hammasini ichib turibman. Salomat bo'ling.